Zo'r. Ha, dada. Qayerda yuribsan? Tezkor kelganman, uyda birga kino ko'ramiz, tez kel. Bo'ldi, xo'p. Qanaqa kino ko'ramiz? Qaysidir chumo qayerdadir yo'qortdi-da. O'l chumo. O'shaning uchun sen chumoga aytaman-da, olov bilan o'ynashmadim. Qachon o'ynadim? Nima kino ko'ramiz? O'g'lingiz nima ish qilganini bilasizmi? Nima qilibdi meni o'g'lim? Mana. Hech narsa qilmagan-ku. Tavba qildim. Kamon o'ynab qadab qo'yibdi. Qarasangiz bo'lmaydimi bolangizga? Tarbiya bering o'tirgandan ko'ra. Qanaqa otasiz? Qanaqa disk chigandi? Dada, bugun nima kino ko'ramiz? Shu bugungi qilgan ishing uchun uxlaysan. Men ko'raman kinoni. Пойдем в спальню твоих родителей. Нет, иди сюда. Садись. O'g'limni ustozi, tinchlikmi? Keling. Tinchlik emas. Bu o'g'lingizga qanaqa tarbiya beryapsiz? Maktabda sinfdosh qizini o'pib olibdi. Nima? Meni o'g'limmi? Ha, yo'q, siz o'g'lingiz emas, qo'shningiz o'g'li. Sizni o'g'lingiz sizni oldingiz keldimi? Bir tarbiyasiga qarasangiz bo'lmaydimi? O'zi uyda nimalar bilan shug'ullanyapti o'g'lingiz? Shu men bilan har kuni kino ko'radi. Demak, kinolar buzayotgan ekan tarbiyasini. Undan ko'ra bir manfaatli, ma'rifatli ko'rsatuv qo'yib bering o'g'lingizga. Dada, bugun qanaqa kino ko'ramiz? Zakovat ko'ramiz. Voy, zakovat nima edi? Hozir ko'rasan, yur. Bu yilgi finalimiz har yilgidan ko'tarinkiroq o'tdi. Qalay ko'rsatuv ekan o'g'lim? Zo'r. Yoqdimi? O'g'limni ustozi, keling. Kecha nima ko'rdinglar? Ha, shu kecha aytganingizdan keyin ko'rsatuv zakovat ko'rdik. O'g'lingizdan so'rayinchi, bugun rasm darsida nima chizibdi? Kecha men uxlagandan keyin nima ko'rding? Yo, zakovat. Titanik. Rahmat. Baxtli bo'ling. Yana. Rahmat, kinoyi. Belim og'rib ketdi. Kim edi o'zi bu? Bu qo'shnimiz Sherzod aka o'g'lida, yoshda sho'x, hech narsa qilmaydi. Yurmang Nasim To'bekka. Qo'shni uyga ko'p o'tayotgan ekansan-a? Ha, deb o'tirma, yosh kelin kuyov uyat bo'ladi. Sen uying bormi? Ha, uyim borda, ahmoq voy. Uyim yo'q bo'lsa, sizni qo'shningiz bo'larmidim? Bor o'sha uyingga, jinnivoy. Ket demoqchisizlarda, ha? Ha, ket. Yo'q, ketmayman. Endi qarab tur. Men san dadangga telefon qilaman, otangga telefon qilaman. Bo'ldi, kazollik shart emas. Men uni olib ketaman. Men senga nima degandim? Baribir telefon qilibdi-da. Terpilla. Hayotim mazmuni. Senga sovg'a olib keldim. Aytgan narsalaringni olib keldim. Bugun kechga mazza qilib romantika Sizga qilib. olgan shokoladni onang nomini ham bilmasa kerak. Xitoy bola. Uzr qo'yilib ketibdi. Suhrob aka. Suhrob aka. Yuring, yangam chaqiryapti. Ertalabdan kim o'lgansanmi? Maktab borsang bo'lmaydimi? Gripp bo'lganman. Hammaga yuqadi borsam. Nima, bizga yuqmaydimi? Kattalarga yuqmaydi. Yuring, ketdik. Qarab turdasan, qarab turdi. Kelingda aka. Mana o'g'liz, mana siz. Nima qilsangiz qiling, yangi uylanganman, tushuninglar ham meni. Ning bor uzr uka. Men senga nima degandim? Remeningizni bering-da. Remen bilan urmang. Nimaga? Remen bilan ursangiz, ay, og'riydi-ku. 10 yoshli bola metal arifmetikadan sovrinli birinchi o'rinda olib, uydagilarga muzlatgich sovg'a qildi. Nima qilyapsan? Kung fu o'rganyapman. Undan ko'ra metal. Mental arifmetikani o'rganasan. Nimani o'rganding? Savol bering. 2 ni ko'paytirib 5 ga qo'shgan 10 ni, ayirgan 20 ning javobi? Nima?
Yo'q, hisob kitob bilmayman, faqat qiliqlarni o'rgandim. Bunday qilarkan. Ingliz tili fanidan birinchi o'rinda olgan yoshlarimizga avtomobil sovg'a qilindi. Metaningni yig'ishtir, ingliz tilini o'rganasan. O'g'iltoy, dars qanday bo'ldi? Nimani o'rganding? Oh my god, come on, yes. Cho'tta tanish so'zlarda qayerdadir eshitganman. Yangiliklar bilan tanishing. Jim. Yosh bokschi Qulpiddinga 2 xonali uy sovg'a qilindi. Nima? Ingliz tilingni yig'ishtir. Boksni o'rganasan. Dada, televizorda nimani aytdi? O'shani o'rganavermayman-ku. Nimadir dedingmi? Yo'q, o'zim tog'ma bokschiman. Seni uyda o'zim shug'ullantiraman. Ur! Dada, doktorga bormaymizmi? Bog'lab qo'ydim-ku. Ayamni shtonni bog'lab qo'ydingiz-da. Ko'p gapirma, tep. Boksyorlar tepmaydi-ku. Seni ustun tarafing ham shunda bo'ladi, tep. Salom alaykum. Nima bo'ldi? Oyog'im sindi. Boyka! Televizorimiz qani? Televizorimiz o'g'irlab ketibdi, yaramaslar. Mayli, internetda yangisini olarmiz. Kerak emasdir. Dada, kerakmi? Zo'rda olamiz. Kerak emas. Mana bu biz televizormi? E'lonni o'chirish esimdan chiqib ketdi-ku. To'poy. Men Ay, og'riydi-ku. Charchab ketdim, uxlaverib. Ishsiz menman. Sen ishga bormadingmi? Ishga borib keldim. Kechki soat 7 bo'ldi. Shuncha ham uxlaydimi odam? Bir kun 7gacha uxlabman, nima qildi? Kecha 8gacha uxladingiz. Keyin ovqatlanamiz. Zerikib ketyapman. Ishlaysizmi adasi? Zo'ralar bilan kontra o'ynab kelsammikan? Semirib ham ketdim-ey. Voy, ishlasangiz ozib ketasiz. Yo, futbol o'ynashga borsammikan? Och qoldim. Ishlagan odam hech qachon och qolmaydi. Tur ovqat qil. Men nonga chiqib kelay. Nimaga mendan pul so'ramadi? Mana non. To'xtang. Siz u joyda ishlayapsizmi? Yo'q. Nonga pulni qayerdan oldingiz? Ikkita nonga puli yo'q deb o'ylaysan? Yo, ikkita dona nonga puli yo'q deb o'ylaysan? Ha, pulim yo'q, sen nomingga qarzga oldim. Xotinim bilan urushib qoldim. Nimaga? Ishga ketayotib, kirlarni yuvib, ovqat qilib qo'y degandim. Birortasini qilmagan. Dadasi, men ishga ketyapman. Men kelgunimcha kirlarni yuvib, ovqat qilib qo'ying. Vaqti bo'lmagandir. Dada, ajrashaman, bo'l, tamom. Nimaga ajrashaman? Yo'q, ajrashaman, tamom, bo'l. Aybim uchun onamiz uchun shuncha harakat qilyapman. Ana! Jim bilan ajrashaman, bo'l. Nimaga sababini ayt? Sabab yo'q. Sababini keltir. Bu. Oyligini meni kartamga olib bermayapti. Nima? Yo, bunaqa erkaklar yo'qdir, aboja. Oshirib yuboryapsiz, o'ldirib yuboryapsiz. Mashina sen sog'ib ketdim. Bunaqa bo'lishini bilganimda olib bermasdim mashina. Nima bo'lgan bunga? Tilla topib olganmi? Yo'q, yangi mashina olgan. Assalomu alaykum. Shodi, do'stim, jigarim, mehribonim. Yangi mashina olganimni eshitdingmi deyman? Albatta, qachon yuvamiz buni? Qachon? Bugun? Men buni nazarda tutmadim. Qachon haq berasan deb aytdim. Shodiyor aka, yaxshimisiz? Yangi mashina olibsizmi? Ma'ro bo'lsin. Rahmat. Uyga ketayotgandim. Tashlab qo'ymaysizmi? Mayli.
Tezroq, yur, ozroq vaqtim yo'q-da. Qolib ketyapsan. Olding ol sen. Qara ketdim men. Aha, yaxshimi? Nima qilyapsan? Ana quyosh tushmasin deb, tutib turibman zont. Mani qishloqqa tashlab kel. Mayli. Ishlari yaxshimi? Bolalar shu yerda bo'lib turinglar, dadam qishloqqa tashlab kelay. Yaxshimisizlar? Zo'r ular. Ey, necha marta aytdim, yemasang kasal bo'lasan, tushunyapsanmi? Ye mana ovda. Baqirur ekansiz-da moldek. Urama hozir. Ura. Salom. Qo'shnim Rus babular uyiga kelgan bo'lsa kerak. Adashdingiz, narigi uyga o'tasiz. Ada, uyimni bilaman-u. Dada? Ey yuzing ko'zgusiga olay hayron. Isming nima? Nappi. Meni qizimning ismi Nappira. O'xshayapti. Faqat qizim biladigan savol berishim kerak. Seni kim tashab ketgan? O'ziz aytganingizdek, laylak tashab ketgan. Bu gapga faqat qizim ishonardi. Qizalog'im. Hamma narsang o'zgaribdi, farosating o'zgarmabdi-da. Mayli. Yeb bo'lib chiqarsan, o'tin qilamiz. Men dam olgani kelganman. Tez, hali sigir sog'ish kerak. Men sigir sog'ish bilmayman-ku. Nima kiyib olding? Mayli, sigir sog'ish qanday esingdan chiqib ketishi mumkin? Qara, satilda olasan, o'tirasan, qo'yib sigirni sog'ib, sigirga rahmat, sigirjon deb turib ketasan, tushundingmi? Qaytarchi? Satilla olaman, rahmat sigirjon deyman, o'tiraman, keyin nima? Xo'jayin, o'zim sog'ib, kechga olib chiqib bersam bo'lmaydimi? 1 litr sut. Rossiyaga borgandan keyin tashiysan-da pul, kimdan so'ray boshqa? Dada, hozir ishdaman, pulni qanday tashiyman? Muammo emas-ku. Anjir Pay ilovasini Play Marketdan yuklab ol. Yuklab olganing uchun 400 rubl bonus ham beradi. Rossiyadan turib O'zbekistonga Xumomi, Uzkartmi, Vizami, Luboy kartaga pul tashlashing bo'ladi. Eng zo'rini aytaymi, naqd pul ko'rinishda ham yuborsang bo'ladi. U muammo emas, tasha hozir. Xo'p, sizga qancha tashiy? Menga $100 yetadi shu mol halimga. Xo'p, singlimga qancha tashlaysiz? Singlingga? Senga nech pul kerak? Akang so'rayapti. $500. Senga pul kerak emas ekan, menga pul tashlayver. To'xta, sen $500 pulni nima qilasan? Manikür, pedikurga bordim. Stop! Ertadan o'qishni yig'ishtirasam, bormaysan. Nimaga? Sen hali shaharga borganga 10 kun bo'ldi, shuncha o'zgarish. 4 yil o'qisang nima bo'lar ekan? Bormaysan o'qishga. Keyin o'qimagan ayoldan kim tug'iladi? O'qimagan bola tug'iladi. Dada? Men kasal bo'lib qoldim. Qo'rqinchli kasallik emas, suv chechak bo'libsiz. O't o'lan bo'lib qoldimmi? Yo'q, shunaqa kasallik bor. Faqat bu yuqumli. Odamlar sizdan qochadi, lekin bundan xafa bo'lmang. Qochadimi? Faqat shu idishda ichasan, tushundingmi? Meni narsalarimga tegma, yuqishi mumkin. Kuchugimizni idishi ham yaxshi-ku bundan. Aka, men bu qancha? Hozir. Sen kasal bo'lgansan-ku. Nomi nima edi? Moy chechak. Yo'q, bu suv chechak, aniq. Yuqumli kasallik-ku, chiq. Hech narsaga tegma. Bor. Dada? Yuqadi. Mendan jirkanyapsizmi? Ha. 3 yil mobaynida mingdan ortiq odamlarni Yevropaga ishlashga jo'natgan kompaniya. Eng asosiysi qonuniy Prime Visa. Yevropada xohlasangiz o'qisangiz bo'ladi, xohlasangiz ishlasangiz bo'ladi. Bu qalamunmi? Yo'q, meni o'g'lim bu. O'zingiz bu qalamun. Siz chigirtkasi tushundingizmi? Nima uydan chiqding? Chiqma degandim-ku senga. Zerikib ketdim. Uyda TikTok olaverib. Bor uyga kir.
Bu qaramin, yaxshi hayvonmi? Правый, хотя Криштиану двуногий футболист, он может и справа, и слева Ay, og'riydi-ku. Ay. Kimidi u? Hozir chiqyapman. Buncha Tabrik, Jo'ra, tug'ilgan kuning bilan bugun sening kuning. Tabrik, tug'ilgan kuning. Bo'pti, Jo'ra. Bugun kechga kelamiz, Jo'ra, o'ynaymiz, o'yin-kulgi qilamiz. Bo'pti. Dada so'ray. Dada. To'g'ri qildim, astag'firulloh. Yo'q. Menman dada. Ana, tug'ilgan kunim ekan bugun. Yuring bozorga chiqib kelaylik. Yangi yildan qolgan narsalar bor, shular bilan o'tkazib o'ramiz. Dada, hozir aprel. Yuring, bositaman. Yuring. Qayerda tutun chiqsa shaqqa kelib olasiz, amma. Qarang biz nimalar oldik. Amma qarang nimalar oldik tug'ilgan kunimga. Bugun jo'ralam keladi, menga sovg'alar olib keladi. Sovg'a deganda senga sovg'a oldim. Ma, ol. Rahmat. Ha, kiyib ko'rchi? Hozirmi? Ha, hozir. Sal katta emasmi? Ha, keyin yilam kiyasan. Jo'ralam keldi, sovg'a olib keldi. Ish berdi. Assalomu alaykum. Sovg'a. Shermatli o'g'li. Jonibek. Sovg'a berdi. Sovg'a pog'a yo'qki, shuncha bozorchilik qiluvdik. Dada, biza pastmas-ku, sovg'a kerak emas shu sovg'a. O'zing bilasan. Pastlar nima olib kelmaydi sovg'a? 2015 lar yig'ish, bandasiga emas. Jiyan, sovg'am yoqdimi? Ha, yoqdi. Nima tashab ketding agar ma kiyib? Jinnivoy, yomon qani diskoteka qilamiz. Jiyan, sovg'am rostdan yoqdimi? Qaytarib beraymi, amma? Qani. Ma'lum bo'lgan kun. Hozir o'rtog'inglarni 3 gacha sanab tabriklaymiz. 1, 2, 3. Endi menga shunaqa qildilar-ku. Nima xato qildimmi? Yo'ling topolmay yuribsanmi? Nima yo'lim qisib ketding, ha? Nima qisib ketyapsan deyapman. Gapira olasanmi? Gapir. Gapiraman desam gapiraman. Men to'g'ri yuribman-ku, sen qisib kelyapsan. Toza nima? Yana kim bilandir urushganga o'xshaydi. Tozda jonga tegding. Bitta sheplab qilolmaysan. O'zi qo'lingdan bir ish keladimi? Menga qara, ko'zimga ko'rinma. Ishdan bo'shading. Bor, ket ko'zimga ko'rinma. Ne bo'zrayapsan? Urmoqchimisan? Urmoqchimisan ha? Uraman ham, uraymi? Yo'q. Olsang ishimda olibsan, tushundingmi? Qancha ish bor? Topaman desam bir deganda topaman. Bularni faqat menga kuchi yetadi. Bozor bo'lgandan keyin narxini tushib ber deyman-da. Talashib olamanmi? Nega talashasiz deydi. Pulni supurib olyapmanmi men? Qayerdagi bir odamlarga men Shu bozorga o'zim borib kelsam bo'lar ekan. Qaynatamga yetmasam bo'lmaydi, jinni bo'lib qolyapti bu. Dada, o'g'lingiz har doim ko'chaga urush qilib kelib menga gapiradi. Faqat menga gap o'tadi. O'zingiz biror nima deb qo'ying. Yo'q. Onasi, o'g'ling yana shu eski qiliqni boshlabdi-ku. Qaramaysanmi bolangga? Bular ota bola bir xil ekan-ku. Narsalar olish kerak, chiqish kerak. Bo'ldi, tamom. Yo'ling topa olmayapsanmi? Ko'rsatib qo'yaymi? Ana, uyda gapingiz menga o'tardi-ku. Qani, bir gapiringchi, ko'raylik-chi. Gapiring. Uyda urushsak bo'lar ekan. Mol, uyda shuncha ishtir futbolga ketib qolgan bu. Borma dedim shu futbolga. Bor kuching bilan tep. Davay. O'ldiraman bu. Assalomu alaykum. Abdulaziz bormi? Yo'q, Abdulaziz. Ana turibdi-ku.
Hozir kelibdi-da, derazadan kirgan. Sizlar 6-qavatda turasizlar-ku. Ey, yo'qol, bormaydi hech qayerga. O'zi ayol qildi bular. Hey, endi nima qilamiz? Futbol o'ynamaymizmi? Yo'q, hey. Sardorda ko'p o'yin o'ynaymiz. Ket. Qayerga ketyapsan? Futbolga? Yana futbolmi? Men aytdim-ku senga futbolga borma, shu jo'ralarga qo'shilma dedim. Men aytayapman, bormaysan hech qayerga. Ayam ruxsat berdi. Ertaroq qayt. Xudo bir asrag'ay. Bir kun shunaqa bo'lishini bildim. Mana doktor, mana oyoq bilmayman, qayda singanmi, man bersinganmi? Kim bilay? Mana qarang, ishlamaydi. Mana u ishlamaydi. Men oxirgi marta aytayapman, yana bir marta futbol o'ynasang, meni qaytib ota deyma. Bu qayerda yuribsan? Bugun 9 bilan muhim futbolimiz bor. Borasanmi? Yana bir marta futbolga borsang, meni qaytib ota dema. Bo'pti, Shodiyor aka, kechroq kelaman. Onangni emgir. Let's go.